uni o'sha darveshni oldiga qo'ydi. Mana dedi sizga taom. Sizni yeng dedi buni. Siz yeganingizdan keyin ortsa, ortig'ini olib ketaman dedi. Darvish shunday dasturxonni ochganda aytgan narsalar, non falondaqa, meva falondaqa, tuxum, bu narsalar bor. Boy qarab turyapti endi ko'zini qiri bilan. O'sha narsalarni yedi. Bo'ldi, to'ydim dedi. Men buni olib ket dedi unga. Bo'ldi, olib ketdi u. Qo'liga savatni ko'tardi-da, yo'lini davom etdi u yigit. Boy o'rnidan turib, yugurib o'sha yigitni qo'lidan olib, "Birodar, o'zi sen kimsan? Nega bunday qilding? Men savatdagi narsalaringni qarayapman, darvish qanday duo qilib so'ragan bo'lsa, xuddi shu narsalar. Tuxumdan keyin non falon joyniki, undan keyin falondaqa mevadan keyin falondaqa shirinlik, xuddi shu. Undan boshqa narsa yo'q senda. Darvish aytgan narsalar.